Bilasizmi, ishlatib bo'lingan plastik butilkalar ekologik muammo tug'diruvchi eng keng tarqalgan chiqindilardan biridir. Bugun sizlarga ular haqida muhim ma'lumotlarni aytib bermoqchiman. Har yili dunyoda 1.5 trilliondan ortiq plastik butilka ishlab chiqariladi. Ushbu butilkalarning faqat 9% qayta ishlanadi. Qolganlari esa axlat poligonlari, tabiat yoki okeanlarda qolib ketadi. Okeanlarda yiliga 8 million tonnaga yaqin plastik chiqindi to'planadi va bu dengiz hayvonlariga jiddiy zarar yetkazadi. Plastik butilkalar odatda PET mahsulotlaridan tayyorlanadi. U yengil, mustahkam, qayta ishlashga yaroqli. Ammo qayta ishlash jarayoni yaxshi yo'lga qo'yilmagan hududlarda bu materiallar chiqindiga aylanadi va tuproq yoki suvda 100 yillar davomida parchalanmaydi. Plastik butilkalarning tabiiy ravishda parchalanishi uchun 500 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Plastik mikrozarrachalarga parchalanadi hamda o'zidan tuproq va suvni ifloslantiruvchi moddalar ajratadi. Plastik butilkalarni yig'ish va qayta ishlash orqali ularni yangi mahsulotlarga aylantirish mumkin. Masalan, tekstil mahsulotlari, futbolkalar, sumkalar, qayta ishlangan plastik butilkalar yangi butilkalar yoki qadoqlash materiallari sifatida ishlatiladi. Xo'sh, unda nima qilish kerak deysizmi? Bir martalik emas, ko'p martali idishlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ular juda ham qulay va atrof muhitga zarar yetkazmaydi.